بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muborak Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Mag'firat dahasi, ro'zadorlarning gunohlari kechiriladigan, kechirilishi va'da qilingan Ramazonning 2-10 kunligi. Alloh taolo bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz mag'firat etsin. Huzuriga yorug' yuz bilan bormoqligimiz nasib etsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi islomda muomala odobi deb nomlangan. Dini islom madaniyat dinidir. Unda yechilmagan masala qolmagan. Muomala odobi. Mo'min musulmon banda boshqalar bilan qanday muomalada bo'lishi dinimiz ta'limotlarida talab qilingan. Bugungi kundagidek odamiga qarab muomala qilish islomdan emas. Bundoq qaraymiz, boy bo'lsa o'ziga yarasha muomala, kambag'al bo'lsa uni mensimaymiz. Kiyimi zo'r bo'lsa boshqacha muomala qilamiz. Amali zo'r bo'lsa yana boshqacha muomala qilamiz. Yo'q. Mo'min musulmon banda barchaga barobardir. Hammaga. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, hammasi bilan bir xil muomala qiladi. Bir xil munosabatda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda dedilar: "Ittaqillah haythu ma kunta va atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha va khaliqin nas bi khuluqin hasan." Alloh taologa qayerda bo'lsang ham taqvo qil. Taqvo joy tanlamaydi. Taqvodor odam hamma joyda taqvodor. Taqvo zamon tanlamaydi. Taqvodor odam hamma zamonda taqvodor. Ramazon oyida taqvodor bo'lib, Ramazon oyi chiqqandan keyin taqvoni unutib qo'ymaydi. Hamma zamonda, hamma makonda taqvoning talabida bo'ladi. Bir yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, qilgan yomonligingni o'chiradi dedilar. Bandalik bilan xatoga yo'l qo'yiladi. Inson bor joyda uncha-muncha xato bo'lib turadi. Albatta qasddan qilinmaydi xato. Ana shunday paytda uning yechimi ham aytildi. Mabodo bandachilik bilan biror bir xato qilib qo'ysang, gunoh ish qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, qilgan xatoingni o'chiradi dedilar. Va odamlar bilan go'zal xulq ila muomala qil dedilar. Muomala qanday bo'lishi mana shu hadis sharifdan ma'lum bo'ldi. Va xoliqin nas bi xuluqin hasan. Odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq ila muomala qil. Mana shu so'zlarida bir nuqta bor. Odamlar bilan dedilar. Musulmonlar bilan demadilar. Mo'minlar bilan demadilar. Odamlar bilan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto siz muomala qiladigan odam g'ayriddin bo'lsa, u ham inson. Mo'minga qanday muomala qilsang, g'ayriddinga ham o'sha muomalani qil. Masalan, qassob odam go'sht sotyapti. Bir mo'min keldi, go'shtdan oldi. Mo'minni silab lahmidan berdi, suyagini kamroq berdi.
undan orttirgan suyagini keyingi kelgan g'ayriddinga bersa, bu adolatdan bo'ladimi? Bo'lmaydi albatta. Bu zulm bo'ladi. Ana uning javobi bor. Mo'minga qanday go'sht tortsa, g'ayriddinga ham xuddi ana shunday go'sht tortsin. Unga qanday odil tursa, bunga ham xuddi ana shunday adolat bilan muomala qilsin. Islom ana shunday din. Mo'min musulmonlar o'zaro muomalada odam ajratmaydilar. Birinchi mo'min yo'liqqan odamlariga nima bilan muomalani boshlaydi? Birinchi qiladigan ishi salom berish. Mo'minlarning bir-birlariga istaklari tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik. Bu ma'nolarni assalomu alaykum degan so'z mujassam qiladi. Assalomu alaykum degani sizga salomatlik tilayman. Sizga tinchlik tilayman degan. Muomala ana shunday bo'ladi. Muomala ana shu lafzlar bilan boshlanadi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'radilar: "Ayyul islami xayr?" Islomdagi eng yaxshi amal qaysi? Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif." Islomdagi eng xayrli ish ochlarga taom berishing va taniganingga ham, tanimaganingga ham salom berishing dedilar. Biz bu ta'limotdan g'aflatda qoldik bugun. Bugun salom yo'q bo'lib ketyapti. Nafaqat ko'chada, hatto namozxonlar salomni qizg'anadilar. Qizg'anmang salomni. O'zingizga baxillik qilgan bo'lasiz. Qancha savobdan bebahra qolasiz. Sahobalar shu darajada sersalom edilarki, bir jamoat shunda ketayotgan paytda ularni yo'llaridan chiqqan daraxt yoki devor bo'lib yuborsak ikki bo'lakka, shunda devorning yoki daraxtning orqasiga o'tib assalomu alaykum derkanlar. Ular ana shunday sersalom bo'lgan. Chunki salomda nima borligini ular bilgan. Biz g'aflatdamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomatning belgisidandir taniganiga salom berishi dedilar. Taniganiga salom berishi, faqat tanigani uchun salom berishi qiyomatning belgisi dedilar. Tanimaganiga ham beraversin degani bu. Qolaversa salom bu islomning shiori. Qolaversa salom bizning musulmonchiligimizning belgisi. Bir tanimaydigan odamning ro'parasidan chiqdik. Musulmonmi, g'ayrimusulmonligimiz bilmaydi. Assalomu alaykum desak, bu musulmon ekan deb o'tib ketadi. O'zimizning belgimiz bu. Shuni ham qizg'anamiz. Kimga berish kerak? Yosh bolalarga ham salom bering. Payg'ambarimiz shunday qilganlar. Salom bergan odam kibrini sindiradi. Eng katta qo'lga kiritgan mevasi shu. Takabbur odam salom bermaydi. Takabbur odamga faqat boshqalar salom berish kerak. Unga alik olish ham malol keladi. Kamtarin odam yosh bolaga ham, o'zidan yoshga ham salom berib ketaveradi. Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlari bu. Muomalada yana bir odob ochiq yuz va chiroyli muomala bilan muloqotga kirishish. Mo'min musulmonlar bir-birlariga ochiq yuzli bo'lsin. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Payg'ambarimiz alayhissalom birodaringning
yuziga tabassum qilishing senga sadaqa dedi. Birodarning yuziga tabassum bilan qarasa, o'z-o'zidan bitta sadaqa qilganning savobi yoziladi. Qarang, ana shunday. Qovog'ini solmang. Xo'mraymang. To'g'ri, muammolaringiz bordir. Muammolaringizga u odamning daxli yo'q. U odamning ishi yo'q. Muammolaringizni u odamga izhor qilmang. Tabassum bilan qarang. Ochiq yuz bilan qarang. Ba'zilar hatto ba'zilarga malol kelib qovog'ini solsa, qarzim yo'qmi sizda? Yo'q, qarzi yo'q. Qovog'ini oching deb qo'yadi. Xuddi men qarzdordek qarayapsiz deb qo'yadi, botadi. Foydasini qarang. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Innal muslimayni izal taqaya fa dhahika kullu wahidin minhuma fi wajhi sahibihi thumma akhadha bi yadihi tahattat dhunubuhuma ka tahatti waraqil jannah." Ikkita musulmon bir-biriga yo'liqdi. Har biri birodarning yuziga tabassum qildi. So'ng bir-birining qo'lidan olishdi. Qo'l berib so'rashdilar. Gunohlari xuddi daraxtning bargi to'kilgandek to'kiladi dedilar. Kimga baxillik qilyapmiz ekan? O'zimizga. Qarang, shu fe'limiz bilan gunohimiz to'kilyapti. Go'zal muomalaning foydasi. Yana bir odob, mojaroli holatlarda fahsh va qo'pol so'zlardan saqlanish. Musulmon odam muomalada hatto mojaroli ishlarda ham, tortishib qolgan ishlarda ham, jahli chiqib turgan paytda ham tiliga nojo'ya so'z olib kelmaydi. Hozir oddiy holat bo'lib qoldi. O'shanaqa uyatli so'zlarni ishlatmasa, so'zlar qovushmaydi. Shunaqa bo'lib qoldi odamlar. Musulmon odamning tilidan fahsh so'zi chiqmaydi. Uyat so'z chiqmaydi. Haqorat so'zi chiqmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Laysal mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish al-bazi." Mo'min odam ta'na qiluvchi bo'lmaydi. La'nat aytuvchi bo'lmaydi. Uyat fahsh so'zni so'zlaguvchi bo'lmaydi dedi. Iymonga putur yetadi. Yana bir odob, suhbat kishining dunyo va oxiratiga foydasi bo'ladigan narsalar haqida bo'lishi. Behuda so'zlardan qochamiz. Behuda so'zlar umrning zavolidir. Lag'v behuda so'zlardan qochamiz. So'zlashuv, muomala yo bu dunyomizga foyda bersin yo oxiratimizga. Ikkalasiga ham foydasi yo'q so'z kerak emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: musulmonning islomi go'zalligidandir befoyda so'zlarni tark qilishi, befoyda ishlarni tark qilishi dedilar. Shunda islomi go'zal bo'ladi dedilar. Yana bir odob, eshitgan barcha narsasini gapiravermasin. Eshitdingmi? Palon. Eshitdingmi? Palon. Hayotimiz shu bo'lib qoldi. Hamma eshitgan narsamizni gapirish. Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: hamma eshitgan narsasini gapiraverishi gunohkor bo'lishiga kifoya qiladi dedilar. Eshitgan narsasini gapiraverishi
gunohkor bo'lishiga kifoya qiladi dedi. Shoshmasdan so'zlash. Bu narsada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namunadirlar. Oysha onamiz dedilar: "Innan nabiyya sallallohu alayhi vasallam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'ad la ahsahu." Nabiy sallallohu alayhi vasallam gapirganlarida shunday gapirar edilar: agar sanaydigan odam sanasa, u kishining so'zlarini bemalol sanardi. Bu so'zlarda nima ma'lum bo'ladi? Payg'ambarimiz alayhissalom ortiqcha so'z gapirmaganlar. So'zlarni sanasa bo'lardi. Ana shunchalik so'zlarga e'tibor berganlar. Ana shunchalik so'zlari hisob kitobli bo'lgan. Ortiqchasi ortiqcha. Islomda o'zaro muomala madaniyat. Ana shuncha odob bor. Ana shuncha odob bor. Qolaversa, go'zal muomala bu rizqdir. Go'zal muomala bu rizqdir. Rizq tilimizga bog'liq. Rizqimizni kesadigan narsa ham til. Rizqimizni jalb qiladigan narsa ham til. Muomalasi go'zal insonni hamma yaxshi ko'radi. Hamma yaxshi ko'radi. Muomalasi go'zal insonda kibr bo'lmaydi. Men demaydi. O'zini boshqalardan ustun tutmaydi. Boshqalarni oyoq uchida ko'rsatmaydi. Islomda muomala ana shunday. Barchaga barobar bir xil muomalada bo'ladi. Ramazoni sharif bizni ana shunday fazilatlarga o'rgatadi. Roza tutganda faqat yemoq ichmoqdan roza tutish emas, butun a'zolar roza tutsin. Ana shu haqiqiy roza bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf ayla. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.